Do'stlar bilan futbol o'yiniga yig'ilishlik. Albatta, harom narsalar bo'lmagan holda. Agarda u ishda namozni yo'qotishlik, vaqtlarni va muhim fursatlarni yo'qotishlik bo'lmasa, unda u faqat mumkin bo'lgan narsalardandir. Inson undan pul topishi noloyiq, mumkin emas. Va u narsa uni ko'p vaqtini olishi mumkin emas. Va agarda u har qanday sport bilan shug'ullansa, unda muammo yo'q. Sport talab qilingan narsa. Yo'q janob, Alloh bilguvchi, lekin bu yerda o'ynash qasd qilinmagan. Balki tomosha qilish qasd etilgan. Faqat tomosha qilishmi? Ha, faqat tomosha qilish maqtalgan ishlardan emas, chunki unda quloq va ko'zni bekorchi narsalar bilan mashg'ul bo'lish ko'p. Undan boshqasi qiladi va boshqasi sport bilan shug'ullanadi. Boshqasi tanasini chiniqtirib kuchli qiladi. Va siz hech narsa qilmaysiz. U bilan foyda olmaysiz. Bu narsadan juda ham zavq olishadi. Ularni tomosha qilish bilan. Agarda namoz vaqtini zoya qilmasangiz va haromdan aralashish va avratlar ko'zga tushishi bo'lmasa, unda muammo yo'q. Lekin bekorchi narsalar bo'lmaslik sharti bilan, uzun vaqt olish ma'nosida. O'ylaymanki, u 90 daqiqa yoki 1 soatdan oshiq vaqt oladi. Ha, deyarli. Unda bu katta yo'qotish bo'ladi. Lekin agar vaqtni u bilan yo'qotmasa ham, boshqa narsalar bilan yo'qotadi. Yo'q, Xudo xohlasa zikr bilan yoki biror boshqa narsa bilan mashg'ul bo'ladi.